Men hayotimda ko'p Barselonani ko'rganman. Stoichkovning Barsasi o'ziga yarasha didlaydi. Van Gaal Kluivtning Barsasi o'ziga xosligi bilan e'tiborimizni tortardi. Keyin Ronaldinyoning elegant Barsasi paydo bo'ldi. Natija keltirishni ham boshladi. So'ng Neymar, Suarez, Messi uchligi bilan o'ynovchi 2015-yilgi super tezlikdagi Barsani ham ko'rdik. Lekin ishoning, 2011-yilgi Barselona jamoa tarixini cho'qqisi edi. İnson 40 yoshda yetiladi deyishadi-yu, ana shu qirchillama yoshga kirgan Barselonani faqat bir mavsum ko'rganman men. Messi bir mavsumning o'zida boshqa bunaqa futbol o'ynagan. Uningdek yetishgan davri edi. Yonidagi Xavi va Iniesta fantastik formada. Guardiola boy berilgan 2013-yilning alamini olish uchun eng yaxshi taktik qarashlarni joy eta olgan mavsumda shu edi. Yer yuzida neki klub bo'lsa barisini olgani yetmaganidek, o'yinda ham mukammal edi. Chempionlar Ligasidagi yarim finalda El Clasico zafarli xotima va finalda yana Manchester United